Mahr ayol kishining mutlaq mulki hisoblanadi. Nimani ixtiyor qilsa, shuni so'raydi. Unga haqqi bor. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. O'zingizlarni ota-adanglarda, aka-ukanglarda yo'q narsani, shu paytgacha erisholmagan, otangiz erisholmagan narsani bo'lji eringizdan kutmang. Misol uchun uyingizga har xil oiladan sovchilik keladi. O'sha paytda ularni surishtirasiz, undan keyin rozilik berasiz. U bolaning sharoitiga qarab, undan keyin mahr so'rasangiz, ko'rpaga qarab oyoq uzatsangiz chiroyli bo'ladi. Misol uchun o'zi 5 million, 6 million oylik oladigan boladan siz gelik so'rasangiz yoki uy so'rasangiz, unga u og'irlik qilishi mumkin. Shu taraflarni ham o'ylang. Hech qaysi yigit sovchi qo'ygan paytda misol yaxshi niyat qiladi, shu qiz bilan baxtli bo'laman, bola chaqalarim bo'ladi deb shirin orzular qiladi. Qizlar ham xuddi shuni o'ylash kerak. Misol uchun yaxshi niyat qilish kerak-da. Alloh niyatingizga yarashasini beradi. O'shaning uchun har doim yaxshi niyat qilish kerak. Mahr so'rashdan oldin bu bo'lajak eringizni ham holatiga, sharoitiga qarab, undan keyin ko'rpaga qarab oyoq uzataydi. O'zingiz otangiz shu paytgacha ololmagan narsani, o'zingiz aka-ukangiz shu paytgacha ololmagan narsani o'zingiz eringiz kutishingiz bu jinnilik bo'ladi.